Xo'p, assalomu alaykum barchaga. Milliy sarfga tushgan 41-savolni ishlanish yechimini ko'rib chiqamiz. Savolni o'qiymiz. Kaliy permanganat va kaliy dixromatdan iborat qattiq aralashmaga turgan idishga gaz ajralish tugaguncha 36.5% xlor kislorodi quyib turildi. Demak, mana shu yerda ikkita reaksiya ketadi, shuni yozamiz. Birinchisi, kaliy permanganatga H-xlor qo'shamiz. Kaliy xlor, marganez xlor, xlor va suv. Keyingisi kaliy 2 xrom 2O7 plus H xlor. Demak, bundan kaliy xlor, marganez xlor, xlor va suv chiqadi. Xrom 3 xlorid chiqadi. Xrom 3 xlorid mana. Xo'p, endi buni tenglashtiradigan bo'lsak, bu 2 ga 16, 2, 2, 5 va suvga 16 plus 8 demak. Bunda 1 ga 14 ta H xlor. Demak, 2, 2, 3, 14, 7 mana. Xo'p, endi keyingi reaksiyani o'qiymiz. Hosil bo'lgan eritmaga kaliy gidroksid X mol va vodorod peroksid qo'shildi va qizdirildi. Bu jarayonda yagona oksiddan qaytarish reaksiyasi sodir bo'ldi. Ya'ni xrom 3 xlorid kaliy xromatga oksidlandi. Demak, qaysi reaksiyaga ketayotganini ham o'zi aytyapti. Demak, xrom 3 xloridga qo'shamiz kaliy gidroksid plus vodorod peroksid. Demak, kaliy 2 xrom O4 kaliy xlor plus H2O mana. Xo'p, buni tenglashtiramiz. 2, 10, 3, 2, 6 va 8 mana. Xo'p, endi marganez 2 xlorid esa to'liq marganez 2 gidroksid holida cho'kmaga tushgan. Demak, marganez 2 xloridga kaliy gidroksid qo'shib marganez 2 gidroksid cho'kmasini tushiramiz mana. 2, 2. Cho'kma xlorid kislotasi yordamida eritib yuborildi. Demak, bu cho'kma marganez 2 gidroksidli cho'kma xlorid kislotasi quyib eritib yuborildi debdi. Mana. Xo'p, ikkita. Demak, mana shu yergacha reaksiyani yozdik. Natijada moddalar o'zaro qoldiqsiz reaksiyaga kirishib, tarkibida faqat kaliy xlor, marganez xlor, kaliy 2 xrom O4 tutgan eritma hosil bo'ldi deb mana shu eritma shu yozgan 5 ta reaksiyamiz. Demak, eritma bu 1 ekan mana. Xo'p, endi belgilash kiritib olib, kaliy permanganat va kaliy dixromatning molini belgilaymiz. Demak, kaliy permanganatning molini 2 qilamiz, buni B qilamiz. Demak, ketgan H xlorning moli 16A bo'ladi, kaliy xlorniki 2A bo'ladi, marganez xlorniki 2A, xlorniki 5A, suvniki 8A. Ikkisidan 16 deb proporsiya topdim. 2, 2, 5 va 8 mana. Endi xuddi shunaqa bunikini topamiz. 1 molidan 14 bo'lgani uchun bu 14B, 2 ta bo'lgani uchun 2B, bu 2 ta bo'lgani uchun bu ham 2B, 3 ta bo'lgani uchun 3B mana. Kaliy xlor, xrom 3 xlorid, xlor hammasini molini topdik. Suvnikini topganmiz 7, bu 7B mana. Xo'p, endi xrom 3 xloridni topamiz. Xrom 3 xlorid tepadan keladi 2B. Ikkisidan 10 ta, 3 ta, 2 ta, 6 ta va 8 ta. Demak, bizga kerak bo'ladigan kaliy OH 10B va kerak bo'ladigan kaliy xlor 6B mana. Marganez xlor ham 2A edi. Marganez xlor 2A, biridan 2, bundan 4A mana.
hosil bo'lgan kaliy xlor 2, bundan ham 2A kaliy xlor hosil bo'ladi. Xo'p. Mol kaliy xlor. Kaliy xlorning molini yashilni belgilaymiz. Mana. Xo'p. Yo'q, kaliy xlorning molini binafsha bilan belgilaylik, to'g'ri kelmay qoladi, hozir rangiga o'xshab qoladi. Demak, kaliy xlorning moli mana 2A. Mana 2A, kaliy xlor 2B mana. Kaliy xlor mana 6B. Mana 2A mana. Demak, shuni yozamiz. Demak, kaliy xlorning mollari yig'indisi reaksiyadan hosil bo'lgan 2A plus 2B plus 6B plus xo'p, mana bu yerda bittasini to'g'rilab ketamiz. Uzr. Mana bu yerda 1 molidan 2 ta chiqayotgani uchun 2 moldan 4A chiqadi mana. Plus 4A. Demak, hammasining yig'indisi 6 plus 8B. Demak, umumiy kaliy xlorlarning mol yig'indisi eritma 1dagi. Endi umumiy kaliy OH mol kerak. Mol kaliy OH. Demak, endi kaliy OH sariq bilan belgilaymiz. Kaliy OH moli demak reaksiyadan sarflanayotgan mana bu yerda 10B kaliy OH bor va pastki reaksiyada 4A bor mana. 10B plus 4A. Xo'p. Shu eritmadagi kaliy xloridning miqdori x molga teng ekan. Kaliy xloridning moli x mol ekan. Xo'p, demak kaliy xlor bilan kaliy OH ning mol yig'indisi teng bo'ladi. Demak, 6A va 8B teng bo'lishi kerak 10B plus 4A ga. Demak, shuni yozamiz. 6A plus 8B barobar 10B plus 4A. Demak, buni ixchamlashtiradigan bo'lsak, A teng B ga. Demak, bizga shu tenglama kerak. A teng B ga. Xo'p, endi savolni o'qiymiz. Dastlabki reaksiyada ajralgan sarg'ish yashil gaz. Dastlabki aralashmada sarg'ish yashil gaz bu xlor bo'ladi. O'sha xlorga kaliy gidroksidning qaynoq eritmasi quyildi debdi. Xo'p. Kaliy gidroksidga xlor qaynoq sharoitda kaliy xlor OH plus suv. Xo'p, endi buni tenglashtiradigan bo'lsak 6 ga 3 5 1 3 mana. Xo'p, demak xlorlarni molini hisoblaymiz. Bizda xlor qancha hosil bo'layotgan edi? Xo'p, xlorga qaraymiz, mana bu yerda 5A hosil bo'lyapti mana va 3B. 5A va 3B. Demak, xlorning tepasiga 5A plus 3B qilib 3 ga 6 qilib ketgan kaliy OH topadigan bo'lsak, qaraymiz. 5A ni 6 ga ko'paytirsak 30, 3 ga bo'ladigan bo'lsak 10A bo'ladi. Plus endi keyingisi 3 ni 6 ga ko'paytirib 18, 18 3 ga bo'ladigan bo'lsak 6B. Demak, reaksiyaga kirishgan kaliy OH ning moli 10A plus 6B ekan. Xo'p, endi 10A plus 6B barobar
10A plus 6A. Ya'ni B ni o'rniga A ni olib qo'ydim. Mana bu yerda B ni o'rniga A qo'ysam, shunda общий mol 16A bo'lib qoladi. Ya'ni kaliy OH ni sarflangan mol. Shu teng bo'lishi kerak x plus 0,6 ga. Chunki masalada mana ushbu reaksiyada sarflangan kaliy gidroksidining miqdori x plus 0,6 ga. Demak, bu meni hisob kitobim olib kelganim, bu masala hisob kitobi. Xo'p, demak, bizni tenglamamiz, bitta tenglamamiz tayyor. Ya'ni 16A barobar x plus 0,6. Mana. Endi ikkinchi tenglamani tuzamiz. Ikkinchi tenglama nima bo'ladi? Xo'p, mana bu yerda aytib qo'ygan endi, hozir topamiz. Mana bu yerda birinchi masalada o'qigan bo'lsalaring, bo'lgan eritmada kaliy gidroksidining moli x mol edi. Ya'ni dastlabki eritmada kaliy gidroksidning moli x mol edi mana. Dastlabki eritmada kaliy gidroksid mol topganim to'g'ri. Shu teng bo'lishi kerak 10B plus 4A teng x ga. Ya'ni B ni o'rniga A ni olib kelib qo'yamiz. Shunda 10A plus 4A barobar 14A bo'lib qoladi teng x ga mana. Demak, mana bu yerdagi x ni o'rniga 14 ni olib qo'ysa bo'ladi. Shunda 16A barobar x o'rniga 14A plus 0,6. Demak, 2A teng 0,6, A teng 0,3. Demak, endi qaraydigan bo'lsak, A teng 0,3 ga chiqdi. Xo'p, A teng 0,3 ekan. Endi bu A nima edi deydigan bo'lsak, A dastlabki kaliy permanganatni moli edi. A teng kaliy permanganatni moli. Endi x ni topib qo'yadigan bo'lsak, x ni topishimiz uchun mana tenglamani tayyor turibdi o'zi. 14 ni ko'paytirish kerak 0,3 ga. Shunda x kelib chiqadi. X teng 4,2 mol ekan. Xo'p, bizda kaliy permanganati massasini topib qo'yishimiz kerak. Kaliy permanganati massasi barobar kaliy permanganatining dastlabki mol 2A bo'lgan. Bizda A 0,3 chiqqani uchun 2 ko'paytirilgan 0,3 ko'paytirilgan 158 ekan. Demak, shuni ko'paytirganimiz 94,8 gram. Xo'p, endi kaliy 2, xrom 2 O7 ni massasi kerak bizga. Demak, kaliy xromatni molini B deb olgandim. Mana bu yerda tenglama tuzib qo'ygandim, mana bu yerda mana. A ni moli 0,3, demak teng bo'lishi kerak B ni moli ham 0,3 ga. Demak, 0,3 ni kaliy xromatni molyar massasiga ko'paytiramiz. Kaliy xromatni molyar massasi bu 294. Demak, 88,2 gram bo'lar ekan. Xo'p, umumiy massa bo'ladigan bo'lsa, ikkalasini qo'shib qo'ysa, umumiy massamiz 183 gram bo'lar ekan mana. Xo'p, endi bu birinchi shartni bajardim. Ya'ni birinchi shartda x ni qiymatini dastlabki aralashmada kaliy permanganat va kaliy dixromatdan iborat deb. X ni qiymatini va dastlabki aralashmadagi kaliy permanganat va kaliy dixromatdan iborat massasini toping debdi. Demak, ikkalasining massasini topdim, общий massasini ham topdim, alohida massasini topdim. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz. Ikkinchi savolni o'qiymiz endi. Sarflangan vodorod peroksid miqdorini molda toping. Sarflangan vodorod peroksid miqdorini. Sarflangan vodorod peroksid miqdori. Sarflangan vodorod peroksid degan bo'lsa, xrom 3 xloridga qo'shyapmiz kaliy OH plus vodorod peroksid. Xo'p, endi buni tenglashtiradigan bo'lsak, 2 13 edi. 2 13. Ikkita kaliy 2 xrom O4 plus kaliy xlor plus suv. Demak, kaliy xlordan 6 ta va bu 8 ta bo'ladi. Demak, xrom 3 xloridni moli kerak bizga. Xrom 3 xloridni molini mana 2B deb bo'lganlik, to'g'rimi? Bizda B 0,3 chiqqan edi mana. B 0,3 edi. Shunda
2b deb olganim uchun 2 ko'paytirilgan 0.3. Xo'p, pastga 2 qo'yadigan bo'lamiz. Vodorod peroksidning moli degani uchun 3 ta, bundan qancha chiqadi? Shuni 0.9 mol. 0.9 mol. Kaliy 2 xromatorning moli esa 2, buni moli shunda 0.6 mol. Kaliy xlorning moli 6, buni x qiladigan bo'lsak, bu 1.8 mol kaliy xlor. Demak, kaliy xlorning moli mol kaliy xlor. Demak, kaliy xlorning moli boshida bizda kaliy xlorimiz qancha edi mana? Kaliy xlor hozir mana kaliy xlorning moli, ya'ni x barobar 14a edi mana. Mana shu kaliy xlorning moli 14a barobar x edi. Shunda a 0 chiqdi. 14 ko'paytirilgan 0.3 plus yo'q, shuni o'zini ko'paytmasi bo'ladi, общий miqdori. Shunda 4.2 mol kaliy xlor. Endi mol kaliy 2 xromator 0.6 mol ekan. Hammasini bitta topib ketyapmiz. Mol marganiz 2 xlorid mana. Marganiz 2 xlorid moli 2a edi tepada. A ham 0 chiqqan uchun 0 shu ko'paytirsa 0.6 mol. Marganiz 2 xloridning moli. Mana marganiz 2 xlorid 2a edi. Shunda a 0 chiqqan edi, ko'paytirsa 0.6 mol bo'lar ekan. Xo'p, endi 3-ish. 3-ishni o'qiydigan bo'lsak, eritma 2 tarkibidagi har bir tuzning massasini toping debdi. Eritma 2. Eritma 2 imiz bu qayerdagi eritma 2 deydigan bo'lsak, mana bu yerdagi mana. Shu reaksiya eritma 2. Eritma 2. Xo'p, mana shu reaksiyani boshqa yozamiz. 6 mol kaliy OH, 3 mol xlor. Shunda 5 mol kaliy xlor OH plus 3 ta suv. Xo'p, demak, kaliy gidroksidning moli 4.8 mol ekan. 4.8 mol. Kaliy gidroksidning moli. Mana bu yerdagi kaliy gidroksid mana. Shunda 10b plus 4a ekan. Qaranglar. Mana bu yozaman. 10b plus 4a. Demak, 10 ko'paytirilgan 0.3 plus 4 ko'paytirilgan 0.3. Shuni hisobladigan bo'lsak, 4.8 mol. 4.8 molidan 6 molidan 5 mol kaliy xlor, 4.8 molidan esa 4 mol kaliy xlor chiqyapti. Bundan bundan qancha deydigan bo'lsak, 0.8 mol. Demak, kaliy xlorning massasi 4 ni ko'paytiramiz 74 5 ga. Ko'paytiradigan bo'lsak 298 gram. Kaliy xlor OH ning massasi esa 0.8 ko'paytirilgan 122.5. Shunda 98 gram bo'lar ekan mana. Demak, endi oxirgi ishimiz qoldi. 4-inchisi. 4-savol. Dastlabki aralashmada bilan reaksiyaga kirishgan xlorik kislota miqdoriga teng miqdorda xlorik kislota olish uchun necha gram osh tuzi konsentrlangan sulfat kislotani qizdirish kerak? Necha gram osh tuzini konsentrlangan sulfat kislota bilan deb. Konsentrlangan sulfat kislota 2 xil reaksiya boradi. Xo'p. Natriy xloriga sulfat kislota qo'shadigan bo'lsak, natriy sulfat ili H xlor. Xo'p. 2 ta H xlor chiqadi. Bizda natriy xlor 2 ko'paytirilgan 58.5. Bizda 2 mol H xlor va 9 mol H xlor hosil bo'ladi reaksiyadan deb natriy xlorni topadigan bo'lsak,
526 yu 5. 9 mol H-xlor qayerdan keldi? 9 mol H-xlor reaksiyada sarflangan H-xlorlarning umumiy miqdori 9 mol bo'lgan. Xo'p, endi qaraymiz. Qaranglar. H-xlorning moli. H-xlorning moli hozir. H-xlor mol yozamiz. H-xlor mol 16A plus 14B. Shuni hisoblaymiz. 16 ko'paytirilgan 0.3 plus 14 ko'paytirilgan 0.3. Shunda teng bo'ladi 9 mol H-xlorga. Mana. Demak, qancha reaksiyada hozir necha gram osh tuzi konsentrlangan sulfat kislotadan qizdirish mumkin? Necha gram osh tuzini? Demak, 526.5 gram natriy xlorni osh tuzini qizdirish mumkin. Mana bu H-xlor qayerdan kelgan ko'rsataman, qaraymiz. Mana bu yerdagi H-xlor. Mana 16 va 14B. Mana sarflangan dastlabki aralashmadagi sarflangan H-xlor degan A bilan B 0.3 chiqqan edi. O'shani o'rniga qo'yib hisoblaganda 9 mol H-xlor sarflangan bo'lar ekan. Ya'ni hosil bo'ladi. O'sha sarflangani bilan hosil bo'lgan teng bo'ladi mana. 9 qo'yib qancha sarflangan natriy xlorni topdim. Shunda 526.5 gram natriy xlor sarflanishi kerak ekan.